MEP sizning uyingizga undiruvni qaratishi mumkin emas. Hozir to'liq tushuntiraman, diqqat bilan eshiting, oxirida rahmat aytasiz. Demak, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 47-moddasiga ko'ra umumiy birgalikdagi mulkka undiruvni qaratish mumkin emas. Bunda faqatgina qonunchilikka muvofiq aniqlangan ulushgagina undiruvni qaratish mumkin. Misol bilan tushuntiradigan bo'lsam, er-xotin birgalikda yashaydi, aynan erining 500 millionga yaqin qarzi bor va ular birga yashaydigan uy ularning birgalikdagi umumiy mulki hisoblanadi. Mana shunday holatda MEP tomonidan undiruvni aynan o'sha uyga qaratishi mumkin emas. Bunda faqatgina aynan o'sha erga tegishli bo'lgan ulushni ajratib olib, shunga qaratishi mumkin. Endi mana shunaqa holat kuzatiladigan bo'lsa, uni bemalol bekor qildirsangiz bo'ladi. Uni bekor qildirish uchun o'sha davlat ijrochisining xatti-harakatidan norozi bo'lib, ma'muriy sudga murojaat qilishingiz lozim bo'ladi. Qandaydir qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol direct yoki Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, podpiska tashlash esdan chiqmasin.